Hozir sizga bir sirni ochaman. Odamlarning 99% qismi kriptovalyutada qanday pul topishni haligacha bilishmaydi. Ular kompyuter ekranidagi qizil-yashil shamlarni kuzatib, qaysidir tanga o'sishini, qaysidir tanga tushsa sotib olishini va mana shu kriptovalyuta savdosi deb tushunib qolishgan. Men Islom hozirda Balida yashayman. O'z ishimni masofadan turib, kompyuterda bemalol uyda o'tirib, xotirjam olib boryapman. Kuniga 5 million dollardan 15 million dollar aylanadigan, lekin ko'chadan xohlagan kishi kirib, u yerda savdo qila olmaydigan yashirin bozor haqida gapirib beraman. Bu bozor yopiq processing P2P bozori. Bu yerda siz trader emassiz. Siz xalqaro banklarning ishini ularning o'rniga bajarasiz va foydani ham o'zingiz olasiz. Bugun biz kripto sohasining eng barqaror va eng risk kam bo'lgan xavfsiz P2P bozorini tahlil qilamiz. P2P haqida butunlay boshqa darajada gaplashamiz. Ya'ni bu yerdagi ma'lumotlaringiz boshqa yerdagi ko'rgan ma'lumotlaringizdan tubdan farq qiladi va an'anaviy P2P bozorini boshqa rakursdan ko'rishingizga yordam beradi. P2P o'zi nima degani? Inglizchadan olingan so'z bo'lib, peer to peer, ya'ni to'g'ridan to'g'ri. Hech qanaqa vositachilarsiz, uchinchi tomon ishtirokchisiz bir kishiga masalan telefoningizni sotmoqchisiz. U odam keladi, telefoningizni ko'rsatasiz, telefonni berasiz, u pulni beradi. Mana shu P2P deb ataladi. Masalan, siz bizda bank almashinuvlari bor, bank obmenniklari bor va ko'chadagi qora bozor bor. Va mana shu qora bozorga borganingizda siz 100 dollar bersangiz, uni qarshida sizga so'm bersa, mana shu ham P2P deb ataladi. Hech qanaqa davlatni sizni pulingizga aralashuvisiz, siz o'z mablag'ingizni boshqa kishiga beryapsiz va boshqa kishidan uni qarshida valyuta olyapsiz. Mana shu ham P2P deb ataladi. Va kriptovalyuta bozorida esa siz unga ma'lum bir valyuta, Bitcoin, USDT yoki shunga o'xshagan kriptovalyutani berasiz va uni qarshisida siz uning muqobilida bo'lgan valyutaga so'm yoki dollar yoki boshqa rubl mana shu valyutalarni qabul qilib olishingiz P2P deb ataladi. O'zi umuman kripto bozorni 3 ta asosiy qatlamga bo'lib olsak bo'ladi. Birinchisi spot bozori. Bu bozorda siz masalan faraz qiling, mana bu naushnik. Va naushnikni oldingiz, olganingizdan keyin buni siz bilasizki, buni qadri oshadi. Masalan, hozirgi oltin, shunga o'xshagan narsalarni olib qo'yishyapti-ku odamlar. Xuddi shunaqa. Buni oldingiz va buni narxi oshishiga siz ya'ni ishonasiz. Ishonganingiz uchun buni oldingiz. Sizni qo'lingizda turibdi bu. Va mana shu qo'lingizda turgan narsani ertaga narx ko'tarilganda, masalan, hozir 50 ming so'm olgan bo'lsangiz, ertaga 2-3 oyda yoki 5 oyda agar 100 ming so'mga chiqsa, buni sotib olasiz. 2-3 kunda sotib yuborishingiz mumkin. Masalan, 50 mingga olgansiz, 55 mingga sotib yuborishingiz mumkin. Mana shunda siz o'rtadagi 5 ming so'm foydaga qoldi. Agar buni narxi masalan bozorda talab kamayib tushib ketadigan bo'lsa, bu naushnik ham narxi tushadi va siz ana shu tushgan narxda ziyon qilasiz. Mana shu spot savdosi deyiladi. Ya'ni bir mahsulotni o'zingizda olasiz, cho'ntagingizda turadi. Xohlasangiz buni yo'q qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz buni boshqa kimsaga berishingiz mumkin, xohlasangiz buni kutib turishingiz mumkin. Investitsiya tariqasida o'sganida sotishingiz mumkin. Bu ya'ni qo'lingizdagi mulk, raqamli mulk hisoblanadi. Ikkinchi bozor bor, spot bozoridan keyin futures bozori. Bu bozorda siz nima qilasiz? Bu bozor sizga leverage, ya'ni kreditni plicho, mana shunga o'xshagan narsalarni, marjalarni taklif qiladi. Ya'ni masalan, Eshmat buni oldida turadi. Eshmat turadi. Mana Eshmat turibdi o'rtada. Bu Eshmat ya'ni Binance, birja deb tushunsak, va bu yerda mana buni narxi bor masalan. Bu yerda Bitcoin desak, buni yoki mana shu naushnikni narxi deydigan bo'lsak, Eshmat aytadiki, masalan men buni oldiga Eshmatni oldiga kelganimdan keyin Eshmat aytadiki,
mana bu menda tovar bor, tovarning narxi bor. Bu spot bozorida aylanyapti, masalan, spot bozorida olinyapti, sotilyapti. Masalan, spot bozorida kimdir buni olmay qo'ysa, buni narxi tushyapti. Ko'pchilik talab qiladigan bo'lsa, narx ko'tarilyapti. Kel, mana shunga men senga kreditni plicho beraman, marja beraman yoki mana shu masalan menga $100 berasan-da, men senga mana shuni masalan $100 bersang, men senga $1000 qilib bozorga olib kirib beraman deydi. Lekin u bozorga, haqiqiy bozorga kirmaydi. Bu o'zi просто tak risk qiladi. Masalan, mana bu Eshmat o'zi risk qiladi-da. Risk qilib sizdan $100 pulingizni oladi. Qanaqa risk qiladi bu Eshmat? Masalan, agar $100 pulingizni olganidan keyin mana bu bozor ko'tarilib ketadigan bo'lsa, masalan, siz aytasizki, bo'ldi, men ko'tarilishini xohlayman deysiz. Ya'ni ko'tarilishga tikaman deysiz. Bu aytadiki, bo'ldi, faraz qil deydi. Ya'ni siz qo'lingizda hech narsa yo'q. Faraz qil, mana bu mikrofonni sen olding. Ya'ni $100 berding, mikrofon narxi $100 bo'lsa, senga 10 ta mikrofon berdim. Tushundingiz-a? Masalan, mikrofon bunga sotilyapti, lekin qo'lida yo'q. Prosta qog'ozda kontrakt tuzilyapti xolos. Ya'ni qog'ozda bu Eshmat aytayaptiki, bo'ldi, senga mikrofonni sotdim, 10 ta mikrofon senda bor, lekin qo'lingda emas, havoda bor. Prosta yozuvda bor. Shu raqamda bor, bo'ldi. Boshqa hech qayerda yo'q. Ya'ni uni siz ishlata olmaysiz. Kak siz bu yerda stavka qilyapsiz, ya'ni. Mana bu mikrofonni tepaga oshishiga stavka tushiryapsiz va agar mabodo bu mikrofonni narxi o'zi shu siz aytgandek mikrofon siz olganingizdagi oshadigan bo'lsa, bu mikrofonni narxi oshgani uchun siz o'rtada foyda qilasiz. Masalan, $110 bo'lsa, sizda 10 ta mikrofon bor, $10 10 ga ko'paytirsa, $100 foyda qilasiz. Agar bu $10 pastga tushib ketadigan bo'lsa, Eshmat aytadiki, sen menga $100 pul berganding, $100 men senga $1000 qarz bergandim. Ya'ni bu haqiqiy qarz emasda. $1000 qarz qachonki sizni depozitingiz yo'q bo'lgungacha. Masalan, shu $100 tikkan pulingiz yo'q bo'lgungacha. Ya'ni $1000 agar qarz, haqiqiy qarz bo'lganda edi, bu $800 ga tushib ketsa ham, agar $100 dan $80 ga tushib ketsa ham bu puli turishi kerak edi. Lekin bu oladi sizdan qaytarib. Ya'ni ana shu sirazi siz ziyonga kirishingiz bilanoq bu o'zi ziyon qilmasligi kerak-ku. Shuning uchun $100 oladi. Lekin o'zi aslida bu narsa ham yo'q bu yerda. Xo'p, ikkinchisi selga pul tikish, shortga. Ya'ni shortga qanaqa bu ishlaydi? Masalan, siz naushnik turibdi-da, endi siz nima deysiz? $100 pulingiz bilan Eshmatni oldiga kelasiz. Eshmat deysiz, men buni pulini narxini tushib ketadi deb o'ylayapman deysiz. Keyin Eshmat aytadiki, bo'ldi deydi, bo'lmasa senga mana buni narxi mana $1000, senga pul, $100 ber menga, mana $1000 pul. Endi mana buni sotib ol deydi. Sen sotib olib turib, endi mana buni o'zi yo'q, bu qo'lda yo'q. Prosta havoni olasan deydi. Havoni keyin sotib olasan deydi masalan. Endi qo'lingda senda $1000 turibdi deydi. Tasavvur qil, masalan, mana buni senga $1000 beryapman deydi. Keyin sen $1000 sotib yording deydi. Ya'ni mana shunaqa sxemada ishlaydi. $1000 endi qo'lingda turibdi $1000. Qachonki menga deydi, mana bu narsa narxi agar tushib ketadigan bo'lsa, menga mana shundan bir xilidan 10 ta olib bersang bo'ldi deydi. Tushundingiz-a? Masalan, endi bu qo'lida $1000 turibdi-da, meni qo'limda $1000 turibdi-da, Eshmat bergan. Endi mana bu narxi tushsa, men masalan narxi $90 ga tushdimi? Mendagi $1000 turgan bo'lsa, $900 Eshmatga qaytarib beraman va o'rtada $100 meni foydam qoladi. Lekin u pul qo'limda yo'q. U bergan pul qayerda o'zi? U prosta tak qimor. Mana bu futures, forex, ya'ni sxemasi faqatgina qimordan tashkil topgan. Ya'ni bu narsa yo'q, kak o'yinchoqsiz bu yerda. Mana bu sanda turibdi, mana bu oltin, mana bu kumush, ya'ni u sizga u dunyodagi eng qimmat Ferrari qo'lingda turibdi demaydi, u yo'q-ku qo'lingizda. Xuddiki sizga Ferrari sanda deyapti. Ferrari qo'lingda deyapti, Ferrari ko'tarilsa, Ferrari narxi hozir $500,000, tushsa sen 50 ming olasan, kaka o'shanga pul tikib qo'y deyapti. Hech qanaqa qo'lingizda bir aktiv yo'q.
Ikkinchisi buni tushundik, spot savdosi, futures savdosini. Ya'ni barcha mana shu options, ya'ni shunga o'xshagan pul tikish jarayonlari mana shu futures ichiga kirib ketadi, ya'ni bitta qilib aytganda. Xo'p, uchinchisi qanday savdo? Bu peer to peer, ya'ni P2P. Sof oldi sotdi ayirboshlash savdosi, ya'ni sizda bir valyuta bor, asosiy aylanadigan valyuta USDT bor va USDT ni siz fiat pullarga almashtirasiz. Masalan, USDT ni berasiz, buni qarshisida so'm olasiz yoki dollar olasiz yoki rubl olasiz yoki mana Indoneziyada bo'lsa rupiya olasiz. Mana shunga o'xshagan an'anaviy halol bo'lgan, riski juda ham kam bo'lgan tijorat. Faqat riski nimada? Bu joyga aniq ustoz bilan aniq mana shu yerda tajribaga ega bo'lgan odam bilan kirishingiz. Nimaga desangiz, bu yerda yuvilgan pullar, o'g'irlangan pullar, har xil mana bunaqa firibgarlarning sxemasi, treugolnik degan sxemalar bor. Buni inshaalloh keyingi videolarda chiqaramiz. Mana bu narsalarni bilib, aniq bir reja bilan kirishingiz kerak. Ochiq manbalarda bunaqa katta ma'lumot berilmagan, ya'ni ichida qanaqa bir firibgarlik sxemasi bor, nima qiladi, nima yetadi. Bu narsalarni ham inshaalloh sizlarga hech qayerda ko'rmagan ma'lumotlaringlarni kanalimda berib boraman. Instagram va YouTube kanalimga obuna bo'lib kuzatib boringlar. Lekin P2P degani hamma o'ylaganidek mana bu Binance yoki HTX, OKX, mana shu Bybit, mana shu birjalarga kirib, mana bu yashil stakandan olib qizil stakanga sotish, mana bu emas P2P. P2P juda ham P2P ni ichida katta sohalari bor. Mana shu P2P ga aloqador bo'lgan. P2P ni yo'nalishlarga, qismlarga ajratib chiqamiz. Ya'ni an'anaviy birinchisi an'anaviy P2P, ya'ni bu hamma odam ko'pchilik tushungan, ko'pchilik qiziqayotgan, masalan Binance ga kirib yoki birjalarga kirib, mana shu P2P amaliyotlarini, ya'ni shu yerdagi P2P bozorida amaliyotlarni amalga oshirish. Bu bozorda ham hozir juda ham firibgarliklar, hakkerlar hujumlari, o'g'irlangan pullar, fraudlar juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni bu bozorda ishlaydigan, masalan O'zbekistonda ham hozir ishlayotgan odamlar bor, yo'lini qilib, va Rossiyada ham bor, boshqa davlatlarda ham bor. Faqat bu joyda u pulni nazorat qilish imkoni yo'q. Ya'ni u bozorga xohlagan odam kelib, xohlagan pulini sizga berishi mumkin. Uni bila olmaysiz, ya'ni. Bilishni ham yo'llari bor. Faqat bu narsada mana o'zimning shaxsiy tajribam, qancha bizni pullarimiz mana shu oldingi tajribasizligimiz sababidan ko'p marta bloklanib qolgan, ko'p marta banklar bilan muammolar bo'lgan. O'zbekistonda biz P2P qilib yurganimizda ham shunaqa muammolar bo'lgan. Va mana shularni inshaalloh sizlarga men o'zim niyat qilganman. To'liq xavfsizlik choralari, nima qilsa qanaqa bo'ladi, hamma narsani inshaalloh sizlarga o'rgatib boraman. Bu yerda foyda qanaqa bo'ladi? Siz USDT olasiz va so'm yoki rubl shunaqaga sotasiz. U yerda stakanlar bo'ladi. Mana shu stakanga orderingizni joylashtirasiz va bozordagi gap. Ya'ni bozorda yursangiz rastalar bo'ladi. Ana shu rastalarda yoki obmenniklar bozori borsangiz, ana shu yerda valyutchilar valyuta beradi-yu. Xuddi shunaqa bozor bu ham. Hamma joyda kurs har xil. Hamma o'z rizqini ana shu yerdan oladi. Faqat bu yerda o'sha aytganimdek firibgarlar tuzog'i juda ham ko'payib ketgan. Bu yerda foyda qanaqa bo'ladi? Foyda 0.5% dan 5% gacha foyda bo'ladi. Ya'ni kurs holatiga qarab. Ikkinchisi bo'lsa, bu narsani ham ko'pchilik bilmaydi. Bu xalqaro P2P'lar. Xalqaro P2P qanaqa bo'ladi? Buni ruschasiga международный deyiladi. Международный P2P bu bir davlatdan ikkinchi davlatga pul ko'chirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, sizda 100 ming yoki eng kami 100 ming dollar pulingiz bor. Ana shu 100 ming dollarga misol qaysidir davlatdan siz USDT sotib olmoqchisiz.
Va masalan Turkiyada ham bor. Buni komissiyasi 0.5% shunaqa atrofida. Siz bankka borasiz, bankdan pulni 100 mingni berasiz va ularni Swift hisob raqamiga o'tkazasiz va bu yerda 0.5% atrofida komissiya oladi va sizni hisobingizga ana shu miqdorda USDT ni tushirib berishadi. Masalan 99.500 tushadi. $500 ularni uslugasiga olib qolishadi. Yoki ba'zi paytda 1% bo'lishi mumkin, ba'zi paytda 2-3% gacha ko'tarilishi mumkin. Bu o'sha eng toza yo'li, ya'ni eng xavfsiz, eng toza yo'li, lekin bunga kirishingiz uchun ma'lum bir talablar, litsenziyalar masalan davlat tomonidan olinadigan va katta kapital kerak bo'ladi международный P2P qilish uchun. Xo'p, endi uchinchi bizdagi eng muhim bo'lgan, hozirgi mavzuyimizga aloqador bo'lgan bozor bu protsessing plashatkalar, yopiq birjalar bozori. Mana bu yer haqiqiy qora bozor desak ham bo'ladi. Ya'ni xuddiki masalan davlat banklarida valyuta ayirboshlash shoxobchalari bor, to'g'rimi? Bu yerda qora bozorda ham haligacha odamlar shu pullarni aylantirib kelishyapti, ya'ni. Bu hech kimga sir emas, ya'ni. Hamma biladi. Xuddi shunaqaki, bu yoqda ham masalan o'sha P2P ni rasmiy birjalar orqali bo'ladigan bo'lsa, norasmiy bo'lgan, lekin o'sha odamlar tomonidan ishonilgan va yillar davomida ana shu 20-30 yillardan beri odamlar ana shundan foydalanib kelayotgan obmenniklar bor. Bularning foydasi har bir tranzaksiyadan 3% dan boshlanadi va 15-20% gacha bo'ladi. Nima uchun shuncha baland? Chunki siz bu bozorda likvidlik provayderi sifatida xizmat ko'rsatasiz. Masalan, buni ham tushuntirib berish uchun bir narsani misol qilsam, xo'p. Sizda qo'lingizda $10,000 pul bor. $10,000 pul bor. Va masalan 7 milliard odam bo'lsa, har bir odam masalan banklar orqali pullarini оборот qilmaydi. Yoki masalan ko'chadagi ana shu O'zbekistondan Koreyaga pul jo'natmoqchi, Rossiyaga jo'natmoqchi, переводчик deymiz biz, переводчикlar bor. Ana shu переводчикlar orqali jo'natamiz. Lekin hamma переводчикni taniydimi? Yo'q. Hamma переводчикni biladimi? Yo'q. Hamma переводчик ishonchlimi u? Ya'ni u переводчик bilan ishlamagan odam bo'lsa, siz unga hech qachon ishona olmaysiz. Va mana buni birlashtirib turadigan agregator merchantlar bor. Bu tizim qanday ishlaydi? Masalan, yopiq platformalarga kirish uchun siz juda ham qattiq KYC, ya'ni verifikatsiyalardan o'tishingiz kerak. Kartalaringiz oboroti va siz masalan 3 oylik, 12 oylik bank hisob ko'chirmalarini taqdim qilishingiz kerak. Ya'ni haqiqatda sizda ana shu likvidlik borligini, pulni haqiqatda odamlarga yetkazib berishingizni bular aniqlash kerak va ana shu ishonchlilik garovini, ya'ni страховка desa ham bo'ladi, buni depozit desa ham bo'ladi. Mana shu depozitni masalan $1000 dan boshlab o'zingiz ana shu hisobingizga qo'yasiz. Masalan $1000 dan $10,000 gacha depozit qo'yasiz va ana shu miqdor gacha siz bemalol orderlarni qabul qilishingiz mumkin. Misol Turkiyadan bir kishi Amerikaga pul yubormoqchi. Bu an'anaviy banklar orqali 3-5 kun atrofida vaqtni oladi. U nima qiladi? U yopiq platformaga zaявка beradi. Eshmatning garovi borligi uchun, masalan, Amerikada Toshmat Turkiyada bo'lsa, Eshmat Amerikada bo'lsa, Eshmat $5,000 yubormoqchi, zaявка kiradi, $5,000 Turkiyadagi Toshmatga olib kelib beradi va Turkiyadagi Toshmat uni zaявка qilib kiritadi. Va zaявка Amerikaga zaявка qilib kiritadi. Amerikaga zaявка qilib kiritganida va Amerikadagi Eshmat ko'radida uni $5,000 unda ham depozit bor. U $5,000 ni o'zini yonidan ana shu klientni ana shu odamiga berib yuboradi.
Keyin esa mana shu Eshmat bilan Toshmat o'rtada, ya'ni o'zlarini shartnomalariga asosan o'zlari foydalarini taqsimlab olishadi. Xo'p, bu narsani soniyalar davomida bajargani uchun Eshmat 6% dan 15%gacha o'rtada, ya'ni mana shu narsa tezlik uchun odamlar pul to'laydi. Ya'ni tez qilib bergani uchun komissiyasi ham yuqori bo'ladi. O'sha banklar oladigan komissiyani mana bu Eshmat bilan Toshmat bo'lishib olishadi. Bu bozorning hajmi qanchalik katta deb o'ylaysiz? Bu bozorning hajmi shunaqa kattaki, kuniga 300 mingdan 350 minggacha bo'lgan foydalanuvchilar kirib, bu yerda o'zlarining pullarini almashtirishadi. Ba'zilari fiat pullarini kriptoga almashtirishadi, ba'zilari kriptolarni fiat pullariga almashtirishadi va bu bozor odamlar uchun qulay va tez usul bo'lgani uchun juda ham katta pul aylanadi. Masalan, bir kunda 1 million dollardan boshlab 15 million dollargacha mana bu bozorning ob'yom hajmi. Ya'ni bu bozordagi rezervlar shunaqa kattaki, odamlarda 1 milliard, 2 milliard, 3 milliard dollarlab mana shu platformaga ko'rsatgan rezervlari bor. Tasdiqlangan rezervlari bor. Bu tizimda siz ertalabdan kechgacha kompyuterga termulib yoki qachon order keladi deb unaqa qarab o'tirmaysiz. Orderlar ham juda ham tez obrobotka bo'ladi. Va mana bu rasmda ko'rishingiz mumkin. Mana natijamni va qancha foyda qilganimni Excelga tushirib sizlarga ko'rsatib berdim. Agar siz bu tizimni to'liq tushunib olsangiz va mana bu tizimda ishlamoqchi bo'lsangiz, kuniga qancha pul topa olasiz? Ya'ni kuniga bu tizim sizga bir uy olib berishingizni yoki qanaqadir bir luxury hayotingizni ta'minlamaydi. Lekin siz mana shu narsaga kirib, masalan, hozirgi qilayotgan, masalan, bir kishining qo'lida ishlaysizmi yoki biror joyda ishlaysizmi? Mana shu ishingiz bilan bir xil ravishda pul topishingizni ta'minlashi mumkin. Ya'ni ikkinchi ish qilib o'zingizga qilib qo'yishingiz mumkin. Bu ishga kirish uchun nima bo'lishi kerak? Agar sizda bank kartangiz bo'lsa va sizda depozit uchun mablag'ingiz bo'lsa, bu sohaga bemalol kira olasiz. Ya'ni kirib bemalol siz kuniga 20 dollardan boshlab 50 dollar, 60 dollar, 100 dollargacha mablag' ishlab topishingiz mumkin. Mana bu ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, bizning sahifalarimizga obuna bo'lib, Telegram, Instagramda bizni va mana bu YouTube'da podpisatsiyani bosib kuzatib turishingizni tavsiya qilamiz. Agar ma'lumot sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda foydali deb yozib qoldiringlar va mana bu tizimni haqiqiy ichiga qanday kiriladi, nima qilinadi, mana bu ma'lumot ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, tizim qanday ishlaydi deb yozib qo'ysanglar, inshaalloh keyingi videoda tizimni to'liq tushuntiramiz.